Hurmatli obunachilar, mana bu bemorimiz 7 yoshlar, 7 yosh o'g'il bola. 3 kundan buyon qorinda og'riq bilan yurishgan, xirurgga kelishmagan va 3-kuni ham kelib ko'rsatishganda qorin bo'shlig'ida o'zida suv bergan, appenditsit belgilari bergan. Ota-onalari operatsiyadan bosh tortishgan, qildirmaymiz, appenditsit emas deb, lekin tekshiruvlar tasdiqlangandan keyin operatsiya qilishga to'g'ri keldi va mana ochilganda qorin bo'shlig'ida fibrin bo'lib, ichaklar bir-biriga yopishib ketgan. Juda ham qiyin, sложный holat. Yiring, qorin to'la yiring. Mana appenditsitlarni hozir olyapmiz, teshilib, yorilib, ichida axlatlar qorin bo'shlig'iga chiqqan. Operatsiyamizni yakunladik. Qorin bo'shlig'ini yiringlardan tozalab, fibrinlardan tozalab, appendiktomiya amaliyotini bajarib, qorin bo'shlig'iga drenajlar qo'yib, yuvib, chiroyli chiqdik. Hozir mana qorin bo'shlig'ini shom bilan yopishyapti. Bemorimizga shifo tilab qolamiz. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Qorin bo'shlig'ida, qorin atroflarida og'riq bo'lsa, albatta jarrohga murojaat qiling.